بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O'tgan darsimizda musulmonlar iymon keltirganlaridan keyin ularga Quraysh mushriklari tomonidan yetgan aziyatlar haqida suhbat qilgan bo'ldik. Bugun inshaalloh davom etamiz. Iymon keltirganligi uchun, shahodat kalimasini aytganligi uchun azoblangan kishilardan Zanira ismli bir joriya ayol. Uni Abu Jahl qattiq azoblar ekan, boshiga bir qattiq urdi. Ana shu zarba tufayli bu ayol ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Odamlar Lot bilan Uzzo Muhammadni diniga o'tib ketgani uchun bu joriyani ko'r qilib qo'ydi deb gaplar qatishdi. Shunda bu miskina ayol Allohga duo qildi, Parvardigor, ko'zimni sen o'zing olding. Ko'zimni o'zing qaytarib bergin. Allohga duo qildi, Alloh taolo ko'zini qaytarib berdi. Azoblanganlarning orasida Nahdiya ismli ayol borning qizi. Uni ham qattiq azoblashdi. Ular zaif bo'lganligi uchun, himoya qiladigan kuchli bir qarindosh urug'lari bo'lmaganligidan ular qattiq bir azoblarga duchor bo'lishdi. Ularning sayyidi ona qizni azoblar ekan, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kelib, ularni nimaga azoblaysan deganida sayyida aytdiki, bu ikkalasini sen aynitding. Agar sen buni Muhammadning diniga bu ikkisini da'vat qilmaganingda, ular mana shunchalik azobga qolmas edi. Sayyida aytdi, Allohga qasam, ular bu dinlaridan qaytmagunicha hargiz tinch qo'ymayman dedi. Abu Bakr unda deb qasam ichmadi. Unda deb qasam ichmadi. Sayyida aytdiki, bo'lmasam sotib ol ekan dedi. Yana ularni sotib oldi hamda ozod qildi. Mana shu ish musulmonlar o'rtasida sunnatga aylandi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu 7 yoki 8 ta qulni sotib olib, iymonga kelganligi uchun azoblanayotganlarni sotib olib ozod qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ozod qilgan kishilar orasida mana Bilol roziyallohu anhu ham bor. Shuning uchun sahoba aytadilarki, Abu Bakr sayyiduna atloqa sayyidana. Abu Bakr bizning sayyidimizdir va bizning sayyidimizni ozod qildi. Umayyad ibn Halaf Bilolni azoblar ekan, Bilol dindan qaytmas edi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni sotib olmoqchi ekanligini Umayyaga aytdi. Umayya baribir Abu Bakr sotib olmaydi deb turib, qimmat narxda aytdi. Abu Bakr rozi bo'ldi, Bilol 9 uqiya oltinga sotildi. Baraka bo'ldi, qo'l qoqilib. Umayya pulni olganidan keyin Abu Bakrga qarab turib, "Ey Abu Bakr, agar bir uqiya so'raganingizda ham berib yuborardim" dedi. Deganida Abu Bakr agar dedi, 100 uqiya deganingizda ham olardim dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni sotib olib Allohning yo'lida ozod qildi. Abu Quhofa, Abu Bakrning otasi, ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan kishi edi, qari kishi edi. Kelib o'g'liga aytdiki, "Ey o'g'lim, sen qullarni sotib olib ozod qilyapsan ekan. Modomiki shu ishni qilar ekansan, kuchliroq, baquvvatroq erkak kishilarni sotib olib ozod qil. Chunki senga ularning foydasi tegadi keyinchalik. Ya'ni atrofingda turib beradi, bola senga hujum qilsa himoya qiladi, senga quvvat bo'ladi. Chunki ana shu ozod qilinganlar senga qarzdor bo'ladi. Senga yordam beradi" dedi. Abu Bakr otasiga aytdiki, "Bularni men foydalanishim uchun emas, Allohning roziligi uchun ozod qilyapman" dedi. Ya'ni hozirda ham bor. Birovga bir sovg'a salom qilsang, birovga bir yordaming tegsa, bir hisob bilan qilasan. Borsang bo'laveradi, to'yga bormay qo'ysang ham bo'ladi, hokazo. Shu tushunchalar o'sha paytda ham bo'lgan ekan. Biz ham hayotda qilayotgan ishlarimizga bir qarab qo'ysak, o'sha bizga hech qanaqa foydasi tegmaydigan, na mansabi, na falonchi bo'lmagan, hech qanday manfaati yo'q bo'lgan, zaif, kambag'al, notanish bo'lgan odamga yaxshilik qilib esdan chiqarib olyapmizmi? Allohning roziligi uchun qilinadigan ishlarda faqat Allohning roziligi kutiladi. Abu Quhofa aytibdi, ozod qilsang, kuchli ozod qil, senga foydasi tegadi dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu ishlarni Alloh uchun qilayotganligini aytdi hamda Alloh taolo Abu Bakr haqida oyatlarni nozil qildi. Ya'ni qarang, o'sha paytda agar Abu Bakr pulni o'sha kuchli erkakchidan sotib olib foydalanganda baribir o'lib ketar ekan. Alloh uchun qildi, baribir o'lib ketdi. Agar shu qilayotgan ishidan maqsadi dunyo bo'lgan o'sha paytda yetarli maqsadiga oxiratga hech narsa qolmasdi. Lekin qiyomatgacha o'qiladigan Qur'onda
Abu Bakr xolis Alloh uchun qilganligini maqtab Alloh oyatlar nozil qildi. Astagfirullah va sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. O'zi pokdamon bo'lib, mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zot u dozoqdan yiroq qilinadi. U taqvodor zot huzurida zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'q. Ya'ni u biron kimsani o'ziga o'tkazib qo'ygan yaxshiligini qaytarish uchun xayr-saxovat ko'rsatmaydi. Qildimi Alloh uchun, kutmaydi hech kimdan. Minnat qilmaydi, jich yaxshilik qilib o'tirib ko'z-ko'z qilmaydi elga. U faqat eng oliy zot bo'lmish, Parvardigorining yuzini, rizoligini istab, mol-davlatini sarf qilur va yaqinda Parvardigori unga ato etadigan mukofot, jannat ne'matlaridan rozi bo'lur. Davlatman odamlar bo'lsa oramizda, mana aytdik hozir, Abu Bakr qani hozir? O'ldi. Abu Bakrda o'sha davrda yashaganlar qani? Ular ham ketdi. Kimisi dunyosini oxiratiga sarf qildi, kimisi dunyosini obod qilgani qildi, kim pulini qayoqqa olib ketdi. Dunyo uchun qilganlar tashab ketdi deb gunohini olib ketdi o'zi bilan. Abu Bakrga o'xshab oxiratiga sarf qilganlar o'zlari bilan dunyosini olib ketdi. Biz nimalarga sarflayapmiz dunyoyimizda? Faras qiling bitta kambag'al odam, qo'lida dunyosi yo'q, bir to'y qilish kerak bo'ldi, eplab to'yni qildi, qizini chiqardi yoki o'g'lini yashayapti. Keyin bo'lib ketdi. Alloh qo'liga bir davlat bergandan keyingi qilgan to'yi birinchi to'yda qilib bo'lmaydi. Chunki qo'liga keldi-da, endi dunyo keldi, shu o'rda sarflashlik kerak. Birinchi qilgan to'y bilan bergan qizi ham o'tiribdi, ikkinchi pulli to'y bilan chiqargan qizi ham o'tiribdi. Duoyimiz bor, ko'p qaytaramiz shu gapimizni. Amin. Topganing to'ylarga bersin. Haqiqatan ishlab to'y uchun ishlaydi bizlar. Rossiyaga boradi, ikki yaxshi ishlab keladi, bir kredit orttirib bermadan keladi, chashasha sog'ib keladi. To'y qiladi, borgan. Ikkinchi tomondan kredit orttirgan ketaveradi. Agar birinchi safar qilganda oddiyroq to'y qilsa, o'sha bir martasi bilan 3 ta to'y qilsa bo'ladi. Biz pul topyapmiz biz ham. Nima niyatda topyapmiz? Nima uchun topyapmiz va qayerga sarflayapmiz? Qaranglar, Abu Bakr Siddiq dunyosini oxiratiga sarflagan ekan, Allohga rozi bo'lgan ekan, kambag'al bo'lmagan Abu Bakr. Alloh rozi bo'lgan kishidan. Biz dunyoni qayerdan topyapmiz va nimaga sarflashni niyatda to'plab, qayerga sarflayapmiz? Azoblanganlarning ichidagi eng qattiq azobga uchragani shubhasiz Habbob ibn Arat roziyallohu anhu. Habbob ibn Arat qul bo'ladi. Arab qabilalari bir-biriga hujum qilar ekan, ularning qabilasiga hujum qilishadi. Yengan qabila bularni, bolalarni, qul, ayollarini cho'ri qilib olib ketib, bozorda sotadi. Kichkina Habbob Makkaga qul bo'lib sotilib keladi shu tariqa. Uni bir ayol sotib oladi-da, bu boladagi qobiliyat ko'rib turib, temirchiga shogird qilib beradi. Oz fursat ichida bir kuchli temirchi usta bo'lib yetishib chiqadi. Ana shu yasagan qilichlari Makkada qo'lma-qo'l bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Dori vaqtida iymon keltirgandan keyin sayyidasi qulini iymon kelganligidan xabar topib, uni azoblashlikka o'zining ukasini mas'ul qilib qo'ydi. Ukasi kelib azobladi. Habbob ibn Arat ana shu qilich yasash uchun cho'g'ni ichiga tiqib qo'ygan temirni sayyidasi keladida cho'g'ni ichidan chiqarib turib boshiga bosadi. Boshidan tutun chiqib, hushidan ketib tushib turadi, hushidan tushib ketib yiqilganda chiqib ketadi. Ana shu azoblanganlar ichida Habbob ibn Arat deb aytdik. Kunlar birida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Habbob bilan o'tirgan bo'ladi. "Ey Habbob" dedi. "Hayotingizda ko'rgan eng qattiq azob qaysi? Aytberingiz" dedi. Habbob ibn Arat roziyallohu anhu o'rnidan turadi-da, yaxtagini yechib ko'tarib turib, kuragini ko'rsatadi. Kuragi belidan to yelkasigacha go'shtlari kuyib, terisi suviga yopishib qolgan holatda, har joyda katta-katta o'yiq chuqurlar bo'ladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bundan ko'ra qo'rqinchli manzara ko'rmaganman. Qanday qilib buni qilishsiz dedi. Habbob aytib beradi, Makkadalik davrimizda mushriklar kelishdi. Mayda toshlar ustiga o'tlarni yoqishdi. Mayda toshlar qip-qizil cho'g'day bo'ldi. Yerga yoyishib turib, meni kiyimlarimni yechib, belim bilan bosib yotkizib, oyog'imdan sudrashga yoqib yoqadi. To badanimdan chiqqan qon
yog' yoki sel bilan 33 kunga qadar bosib turishdi va siz ko'rgan narsani qoldirdi. Habob ibn Arat roziyallohu anhu mana shunday azoblashganlardan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, Qurayshda aziyati qattiq bo'lib ketdi. Duo qilasizmi? Duo qiling, Alloh bizga nusrat bersin, g'alaba bersin, yengillik bersin" dedi. Nima so'rayapti? Azob haddan tashqari qattiq bo'lib ketgandan keyin shu duo qiling, tezroq g'alaba kelsin dedi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuzlari qizargan holatda g'azabli chiqib, "Ey Habob, sizlardan avval o'tgan ummatlardan bir kishini mu'minni olib kelishadi kofirlar. Yarmiga chegaraga ko'mib turib, boshidan arraslarni ikkiga bo'lib tashlashar edi. Yana boshqasini olib kelib, yerga yotqizib, temir tirnoqlar bilan go'shini suvilardan ajratishar edi. Lekin bu narsa ularni dinidan qaytarmagan edi. Ey Habob, Alloh albatta bu ishni oxiriga yetkazadi. Shunda Sanodan ot mingan kishi Hazramotgacha Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmasdan xotirjam keladi. Qo'ylar haqida bo'rilardan ham qilmaydi dedi. Lekin sizlar shoshilib ketyapsizlar. Nusrat albatta keladi. G'alaba albatta keladi. Lekin mo'min fosildan, mo'min munofiqdan, rostgo'y kazzobdan, sobir sabrsizdan ajralishligi uchun Alloh taolo mana shunday sinovlar bo'ladi. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun dedi Alloh taolo. Odamlar iymon keltirdik deb fitnaga uchramaymiz deb o'yladilar. Sizlardan avvalgilarni kazzoblaridan, rostgo'ylarni ajratishlik uchun albatta imtihonga uchratganmiz dedi. Yuqdalar maru ala qadari dinihi. Har bitta kishi diniga, iymoniga qarab turib imtihonlarga ro'baro bo'ladi. Bularning dini, bularning iymoni vaqtlar ekan, boshiga kelgan imtihonlar ham katta bo'lgan. Biz endi jichi sut kelsa dodlaymiz, jichi pulimizni yo'qolsa nurlaymiz, xolos bilamiz nimalarga biz norozi bo'lyapmiz. Bizni boshimizda qanaqa kengchilik kunlari, u sahobalarning boshida qanday kunlar. Habob roziyallohu anhu Makkadan hijrat qilib chiqib ketayotganda, mana qaranglar endi. Duo ijobat bo'lishiga. Mazlum bo'lgan holatda, yurtidan qo'rib chiqib ketayotgan, mana shunday mashaqqatlarga uchragan Habob Makkadan Madinaga hijrat qilib ketayotib, duo qilgan edi. Parvardigoro, ana shu meni Sayyidan bilan ukasini o'zingga qo'ydim. O'zing kifoya qilgin dedi. Hali Habob Makkadan chiqib Madinaga yetmasdan turib, bu Sayyidasining boshiga Alloh taolo shunday bir o'rinni berdiki, shunday bir og'ir kelgan paytda og'zini tutganda hech kimni tanimay qoladi. Tabiblar har qanday chorani qilishdi. Faqat bitta chorasi qataradi. Qizigan temirdoqni boshiga bosganda, ana shu kuydirgan narsa boshdagi og'riqni sindirib qo'yadi. Mazlumning duosidan qo'rqish kerak. Bu mazlum bo'lgan holda Alloh o'zing kifoya qilgin deb qo'ydi. Alloh taolo qanday bir chiroyli suratda ularga mukofotni berib qo'ydi o'zlariga. Shuning uchun ba'zi zulm ko'rgan odam hatto o'lingga buyursin, og'zingdan qoning kelsin deb qarg'ashga olmaydi. Har xil so'zlar og'zingizdan chiqarishga o'rniga Parvardigor o'zing kifoya qilgin deb qo'ying-da. Hayvonda haqqini qoldirmaydigan Parvardigoringiz, odil zot, qanday qilib haromdan qo'rqib, Robbisining roziligiga intiladigan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bandasini zulm ko'rsatib qo'yadi. Yashamaymiz. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Bizning hisobimiz Alloh taoloning qo'lida. Hasbunalloh dedi, Alloh taolo jazosini berib qo'ydi dunyoda. Azoblanganlarning orasida Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu, qavmining sayyidi, sharafli kishilardan. Lekin amakisi bitta xonaga qamab qo'yib, ichiga hashir xusholarni tashlab, yondirib, tutun bilan qiynadi. Havosizligi bilan tutun bilan bo'g'ilib qiynadi. Lekin bu narsa dinidan qaytara olmadilar. Mana shu tutun tufayli Zubayr ibn Avvom kasalga uchradi. Abu Bakr, Usmon, Sa'd ibn Abi Waqqos, Zubayr ibn Avvom hatto sayyid bo'lgan kishilar ham azoblanayotganligini ko'rgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga agar xohlasanglar Habastonga hijrat qilinglar. U yerda podshohi odil, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi. Birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilar, Imom Muslim sahihlarida keltiriladi. Lut alayhisalomdan keyin birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon ibn Affon dedi. Va uning ayoli Ruqayya binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Hijrat qilganlar Abu Huzayfa, Musa ibn Umayr, Zubayr, Abu Salama, Salama, Usmon ibn Maz'un jamiki birinchi bo'lib hijrat qilganlarning soni 12 kishi edi. Abu Bakr ham hijrat qildi.
Makkadan chiqib 2 kun yo'l yurdi, Ahobish qabilasiga uchradi. Ahobish bu Habash degan so'zni jami. Habashlar. Ular o'zi asli arab bo'lgan emas, qul bo'lib sotilib kelib, keyin ozod bo'lib bir joyga to'planib, har yerdan kelib qolib, bir qishloqni o'zlari tashkil qilishib olgan. Abu Bakr ana shu joyga yetganda ularning sayyidi Ibn Dug'na Abu Bakrni tanirdi. Qayerga ketyapsan deb so'radi. Abu Bakr hijrat qilayotganligini sababini aytib berdi. Shunda Ibn Dug'na aytdiki, sendek qavmning sayyidi, muhtojlarga ko'mak beradigan, qarindosh urug'chiligini o'rniga qo'yadigan, axloqli kishi yurtini tashlab chiqib ketishi to'g'ri emas dedi. Yur, qayt orqangga. Sen meni himoyamda bo'lasan. Senga hech kim ozor bermaydi. Makkaga qaytarib olib kelib Abu Bakrni Quraysh jamlari turgan joyiga borib Ibn Dug'na aytdiki, "Ey Quraysh, Abu Bakr meni himoyamda. Kim unga yomonlik bilan ozor beradigan bo'lsa, yomonlik bilan qo'lini tegizadigan bo'lsa, Ahobish qabilasi unga hujum qiladi" dedi. Ibn Dug'naning himoyasi ostida Abu Bakr Makka da xotirjam Qur'on o'qigan bo'ldi. Bemalol ovozini balandroq qo'yib Qur'on o'qirkan, Quraysh bu narsaga sabr qilmadi. Ibn Dug'naning oldiga borishdi-da, Ibn Dug'na, sen himoyangga olgan kishi bizni haqorat qilib, olihalarimizni so'kib, ota-bobolarimizni ahmoqqa chiqaryapti. Bunga sabr qila olmaymiz. Sen chorasini qilib qo'y dedi. Ibn Dug'na Makkaga kelib, "Ya Abu Bakr, men seni Qurayshni haqorat qilsin deb himoyamga olganim yo'q" dedi. Abu Bakr, "Men Qur'on o'qiyapman. Bu mening dinim" dedi. Ibn Dug'na, "Meni himoyamda turadigan bo'lsang, Qur'on o'qimayman" dedi. "Men Qur'on o'qiyman" dedi. "Bo'lmasam himoyamni qaytarib olaman, ol himoyani." Himoyasi bo'lsa, Qur'on o'qiyman. Ibn Dug'na himoyasini oldi. Qo'y Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Makkada himoyasini qo'yishiga sabab bo'ldi. Agar mana shu voqea bo'lmaganida Abu Bakr ham Habashtonga hijrat qilgan kishilardan bittasi edi. Mana shunday bir qiyin ahvolda Nabiy sallallohu alayhi vasallam duo qildilar. Allohumma a'izzal islama bi ahadil umarayn. Parvardigor, islomingni ikkita Umarning biri bilan aziz qilgin. Quraysh orasida ikkita Umar bor edi. Umar ibn Xattob hamda Amr ibn Hisham, Abu Jahl. Bu ikkalasi dovyurak, baquvvat, aqlli, bir ishni ushlasa oxiriga yetkazadigan, oxirigacha boradigan yigitlardan. Mana shunday bir hech narsadan cho'chimaydigan jasur kishi agar musulmonlar qatoriga kelib qolsa, islomga ancha quvvat bo'ladi. Boshqa rivoyatlarda ana shu ikkita Umardan senga ko'proq yoqqanini hidoyat qilgin deb Alloh taologa duo qilgan. Umar ibn Xattobning islomi. Umar roziyallohu anhu jahiliyat davrida kunlari birida tavof qilaman deb Ka'bani oldiga keldi. Kelsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohning oldida namozda turib Qur'onni o'qiyotgan edi. Ovoz chiqarib Nabiy sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiyapti. Hazrat Umar savobli odam bo'lgan. Qurayshning tashqi ishlarini, elchiligini bajarardi. Agar bir qavm bilan gaplashib, ularni cho'chitib kelishlik kerak bo'lsa, ular jo'natishardi. Chunki orqaga chekinmas bundan hatto. Yureli kishi bo'lgan. Keldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'ondan Al-Haqqa surasini o'qitirganlar. Qur'onga ozgina quloq soldida Qur'onni eshitib turib, o'ziga o'zi aytdi. Ichida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyapti, orqasida turib aytayaptiki, Muhammad shoir ekan dedi. Deganda payg'ambarimiz quyidagi oyatni o'qidilar. "Va ma huwa biqawli sha'ir, qalilan ma tu'minun." U biron shoirning so'zi emasdir. Sizlar ushbu Qur'on Allohning kalomi ekanligiga kamdan-kam iymon keltiribsizlar. Umar hali javob eshitib ichidan aytdi. Unda kohin ekan dedi. Alloh taolo xuddi ularga javob berganda keyingi oyatni o'qidilar. "Va la biqawli kahin, qalilan ma tadhakkarun." Va biron kohin folbinning so'zi ham emas. Sizlar kamdan-kam nasihat olursizlar. Umar ikkala oyatni eshitgandan keyin, "Unda nima bu so'z?" dedi o'ziga o'zi. Payg'ambarimiz keyingi oyatni o'qidilar. "Tanzilun min robbil alamin." U barcha olamlar Parvardigori tomonidan nozil qilingan kitobdir. Xuddi Umar savollariga Alloh taologa javob berayotgandek edi. Umarga bu oyatlar ta'sir qildi, qalbi yumshadi. Lekin musulmonlarga eng qattiq qo'l kishilardan bittasi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu edi. Islom hali zaif edi. Mana shunday kuchli kishilardan bittasi iymonga kelib qoladigan bo'lsa, musulmonlarga albatta quvvat bo'lishida shubha yo'q. Sahobiyalardan Omir ibn Robiyaning ayoli
Umma Abdulloh eri bilan Abu Abdulloh bilan hijrat qilishlikka kelishdi. Eri Makkadan birinchi yo'l tashlab chiqib ketdi. Tog' orqasida kutib turadi. Ayoli Umma Abdulloh orqasidan chiqib boradi. Ayoli Umma Abdulloh eshigiga safar tadorigini ortib chiqib ketyapti. Umar ko'rib qoldi. Mana deb Umar ibn Hattob musulmonlarga nihoyatda shafqatli kishilardan. Qayoqqa ketyapsiz Umma Abdulloh? Umma Abdulloh bilan Umar ibn Hattobning qarindoshilik aloqalari bor edi. Boya aytdi, tek qo'ylar bizni dedi. Azoblar qiynayapti dedi. Tek qo'ylar chiqib ketamiz, qutulasizlar bizdan. Umar ibn Hattob qarab turib, demak bu vidolashuv ekan-da dedi. Umma Abdulloh hadi. Safarida bexatar bo'lsin deb ketaverdi. Umma Abdulloh birinchi marta Umarda bunaqa yumshoqlikni ko'rib turib, ishon qilmasdan sekin orqasiga qarab ketdi. Borganida kuyovi Abu Abdulloh yo'lda hech kim ko'rmadimi sizni dedi. Ha ko'rdi. Kim ko'rdi? Umar ko'rdi. Qanday qutuldingiz undan qochib desa, ha qochganim yo'q. Hech narsa qilganim yo'q. Kamiga yetmagandek safarlar bexatar bo'lsin dedi. Deganida Abu Abdulloh aytadiki, yo islomga kirishida bir umid qilib qoldingizmi shu qilgan ishingdan bo'ldi? Ha dedi Abu Abdulloh. Ishonavering dedi. Hattobni eshigiga jarima keltiradi, lekin Umar iymon keltirmaydi dedi. Chunki Umarning qattiqligi shu darajadaki hech kim umid qilmas edi. Shuning uchun birodarlar, namoz o'qimayotgan, qanday qilishib yurgan odamlarni ko'rganda, "Ja, noumid bo'lmaylik, balki insof berib qolsa, bizdan yaxshi bo'lib ketadi." Bu odam emas, bunga gapim. Buni bloknotingizga o'chirib oling. Buni spiskaga o'chirib oling. Bu odam bo'lmaydi. Qadr bilasiz. Umar ibn Hattob nechta sahobadan keyin iymonga kelyapti? 3-yil iymonga kelyapti. Lekin bitta Abu Bakr o'tib ketdi Umardan. Qolgan hamma masalada Umar o'tib ketdimi? Biz ayta olmaymiz. Biz yomon deb o'ylayotgan odamlar ehtimol bizdan ham zo'r bo'lib ketadi. Umar islom va musulmonlarga nisbatan qalbi yumshamagan. Faqat mana shu ayolga nisbatan qalbi yumshagan. Umar nima sababdan bu ish bo'lgani haqida g'am qildi. Nimaga Quraysh o'rtasiga falokatlar tushdi? Aka-uka, er-xotin, ota-bola bo'linyapti. Va bu ishlarning hammasini sababi Muhammad ibn Abdulloh ekanligini tushundi. Va mana shu mushkullarni hal qilish uchun qo'liga qilichini oldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'ldiraman deb uydan chiqib keldi. Yo'lda ketayotganida uni Naim ibn Abdulloh Nahham ko'rib qoldi. Naim musulmonlar faqat islomni hali oshkor qilmagan. Har ko'pchilik bor, musulmon islomga kirganligini aytmasa. Ba'zilari aytgan, ba'zilari aytmagan, bu holatga qarab edi. Naim Umarni ko'rib turib, hatto to'g'ri, qayerga ketyapsiz? U aytdiki, ota-bobolarimizni ahmoqqa chiqargan, butlarimizni so'kkan, ota-bolani er-xotin o'rtasini bo'lgan, Qurayshni birligiga putur yetkazgan yo'lda ham ketyapman. Naim Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Umar ozor berib qo'yishdan xavotirga tushib, uni qaytarmoqchi bo'lardiki, agar Muhammadni o'ldirsang, Bani Abdul Muttolib seni tinch qo'yarmikin dedi. Desa aytadiki, o'ldirsa ham mayli, faqat mana shu mushkullarni hal qilaman. Aytdiki, bularda do'stligi ham do'stcha bo'lgan, dushmanligi ham dushmancha bo'lgan, haqiqiy erkak bo'lgan bular. Bir narsani to'g'ri bo'ldimi, oxirigacha borgan. Naimni bu gapi Umarga ta'sir qilmaganini ko'rib turib, yana payg'ambarimizdan xatardan aniq qilish maqsadida Naim aytdiki, "Bo'lmasa o'zingning uyingdan boshlamaysan. Nimani nazarda tutyapsan?" dedi. "Singli Fatima" dedi. U ham dinidan qaytgan bolalar dedi. To'g'ri uyiga ketdi. Hali uyini tuzatmay turib, tashqarini tuzatmayapti. Ana shu o'rinda hatto Fatima binti Hattobning uyiga borganida ularning uyida kuyovimiz Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay. Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayning o'g'li. Aytganimiz o'tgan darslarimizda haq dinni istab turib 3 ta do'st chiqqan edi. Ikkitasi Nasron diniga o'tib ketganda, bittasi Varaqa ibn Nawfal, lekin Zayd ibn Amr Ibrohimni Hanif dinidaman deb hali payg'ambarimizga vahiy kelgach o'lib ketgan edi. Payg'ambarimizning jannati ekanligini aytgan edi. Said ibn Zayd ana shu kishining o'g'li. Said ibn Zayd tirikligida jannatda xabarni eshitgan 10 ta sahobadan bittasi edi. Ikkalasining oldiga Habbob ibn Arab kelib Qur'on oyatlaridan ta'lim bergan. Payg'ambarimiz yaqinda islomga kirganlarga avvalo islomga kirgan kishilarni jo'natardi, o'tirib ularga ta'lim berardi. Habbob ularga Qur'on o'qib berib turganda Umar kelib eshikni qattiq taqillatib qo'yib qoldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mana 10 juma gapirdi hayotida. Islom mo'jizasi deyiladi. Umardaqa odat boshqa bo'lgan emas, bo'lmaydi ham deydi g'arb tarixchilari.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qilganidek islomga nusrat bo'lgan, islomga yordam bo'lgan sahoba edi. Umar ibn Xattob nihoyatda bir bo'yi baland, ulkan gavdali, baquvvat kishi bo'lgan. Ot minsa, oyog'i yerga yetib turardi. Sahobalar yig'ilib qolishadigan bo'lsa, Umar ibn Xattob bilan Xolid ibn Valid ajralib turardi. Xuddi otni mingan singari. Shunga bir basalib yo'g'onam bo'lgan. Endi eshiklarni qalatyapti kelib. Habbobni yotoqxonaga bekitib qo'yishdi. Fatima bint Xattob borib eshikni ochdi. Umar keldi. Kelib turib, menga sizlarni ota-bobolaringlarni dinidan qaytganlar shu rostmi dedi. Indashmadi. Hozir men eshitayotgan narsa nima dedi? Eshikdan kelib eshitdi, lekin nimaligini tushunmadi. Hech narsa eshitdi. Ha, bu narsani eshitdim, aytinglar dedi. Saidga qarab turib, sen bobolaringning dinidan qaytdingmi dedi. Deganda yo'q dedi. Men islomni qabul qildim dedi. Bir uni yerga yiqitib turib, ustiga o'tirib urishni boshlaganida kuyovini himoya qilaman deb Fatima tashlandi. Akasi uni ham tumshug'i yo'lga yiqitdi. Tumshug'i yo'lga qon oqib turganligini ko'rib, Umar o'ziga keldida, qanday qilib ayol kishini uradi? Qanday qilib singlisini uradi? Qilgan ishidan xijolat bo'lib, qalbi ozgina yumshadi. So'ngra hozir o'qiyotgan narsalarni menga ko'rsatinglar. Fatima ko'rsatmasligini aytganida, Lot bilan Uzzoga qasam, menga ko'rsat, yomonni yetkazmayman dedi. Qiziqib qoldi nima degan. Shunda Fatima aytdiki, "Ey Umar, sen mushrik najassan. Bu Allohning kalomi. La yamassuhu illa al-mutahharun." Qur'onni faqat pokiza kishilar ushlaydi. Agar o'qimoqchi bo'lsang, chiqib yuvinib kel. Umar ibn Xattob chiqib yuvinib keldi. Aytyapsiz-ku, qiziqib qoldimi, yetkizgan oxirga bo'p deb ko'radi. Bo'p deb zarni hozir. Bular bu narsani to'g'ri deb bildimi, oxirigacha yetkizgan, noto'g'ri dedimi, oxirigacha yo'q qilgan bu narsani. Chiqib yuvinib keldi. Qo'liga sahifani berdi. Bu sahifada Toha suralaridan bir qancha oyatlar yozilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Toha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'ala al-arshi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Toha, ey Muhammad, biz sizga bu Qur'onni qiynalib jafo chekishingiz uchun emas, balki Allohdan qo'rqadigan kishilarga pand nasihat bo'lsin uchun nozil qildik. U yerni va yuksak osmonlarni yaratgan zot tomonidan nozil qilingandir. U zot o'z arshini egallagan Rahmondir. Osmonlardagi, yerdagi va ularning orasidagi hamda tuproq ostidagi bor narsa uningdir. Agar siz oshkor gapirsangiz ham, yoki xufiyona gapirsangiz ham, u zotga barobardir. Zero u sirni ham, eng maxfiy narsalarni ham bilur. Allohdan o'zga hech qanday tangri yo'q, faqat uning o'zi bordir. Uning uchun eng go'zal ismlar bordir. Keyingi oyatlar: Innani analloh, la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qalbini titratgan oyatlar mana shular. Islom mo'jizasi bo'lgan ummatni islomga kirishiga sabab bo'lgan oyatlar mana shulardir. Dar haqiqat men Allohdirman. Hech qanday iloh yo'q, faqat men bordirman. Bas mengagina ibodat qil va meni zikr qilish uchun namozni to'kis ado qil. Toki har bir jon qiladigan sa'y harakat sababli jazolanishi uchun qiyomat soati albatta kelgusidir. Lekin men qiyomat qachon qoyim bo'lishini yashirishni istayman. Bas sen qiyomatga ishonmaydigan va havoy nafsiga ergashgan kimsalar undan to'smasinlarki, u holda halok bo'lsin. Har bir jon qiladigan sa'y harakat sababli jazolanishi uchun qiyomat soati albatta keladi birodarlar. Oq-qora, kun-tun, yog'li qorong'ulik, tanganing ham chiqib fikasi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, bu dunyoda ham jufti bor. Narigi dunyo. Agar bu dunyoda haqingizni olmagan bo'lsangiz, zulm ko'rgan bo'lsangiz, adolatli bo'lgan bo'lsa, mo'minsiz, xotirjam bo'ling. Qiyomat bor, Robbingiz haqingizni olib beradi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu oyatlarni o'qiganidan keyin qalbi yumshadi-da, meni Muhammadga olib boringlar dedi.
Ichkarida bo'layotgan ishlarni eshitib turgan Habbob shoshilib chiqdi-da, "Ey Umar, kecha Rasululloh Parvardigor islomni ikkita umardan bittasi bilan aziz qilgin degan edi. Shu sharafni sen olgin" dedi. Rasulullohning Dorug'ga qanday ekanligini xabarini aytdi. Endi payg'ambarimizni chopaman deb ko'tarilgan qilich payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xizmatini qilishga qarab ketib boradi. Nabi ibn Abdulloh Umarni Fotimaning uyiga borib turib, o'zi borib turib xabarni yetkazib qo'ygan. Sahobalar va payg'ambarimiz Umarning kelishini kutib turishgan edi, lekin Fotimaning uyida bo'lgan ishdan xabarlari yo'q. To'g'ri xato keldi, eshikni qoqdi. Hamza roziyallohu anhu ana shu yerda sahobalar qatorida bordi. Umar ya Rasululloh qo'lida qilichi bilan turibdi deydi. Hamza roziyallohu anhu ya Rasululloh ruxsat bering, o'zini qilichi bilan o'zini o'ldirib beraman dedi. To'g'ri, Umar yo'g'on, kuchli, jabbor, lekin jang qilishlikda Hamza mohirroq edi. O'zini qilichi bilan o'ldirgan dedi. Payg'ambarimiz Hamza orqaga qaytdi dedi. Eshikni oching. Sahobalar tushunishmadi. O'ldiraman deb kelganga eshikni ochyapti. Himoya qilaman degan ichkari kirdi, lekin itoat qilishdi. Umar ibn Hattob payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday yoqasidan o'tirib, qattiq siltib yerga tushib, tizzasiga yiqildi. Shunda o'shagan holda, "Ey Hattobning bolasi, iymonga kelishning vaqti kelmadimi? Boshingga chaqmoq urgunicha iymonga kelmaysanmi?" Umar ibn Hattob "Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu annaka rasululloh" deb shahodat berdi. Payg'ambarimiz Allohu akbar deb baqirdilar. Sahobalar xursandchilik bildirmasdan Allohu akbar deydi. Islom mo'jizasi bo'lgan edi. Hali Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turib, Fors, Rum saltanatlarini tekislab, islomni dunyoga adolat yayib turib, xalifa bo'lib turgan paytda shunda minbarda turib gapir aytardiki, "Ey odamlar" dedi. Chiroyli ma'ruzalar qilib turib, xutba o'qib turib, "Ey odamlar, men kechada falonchi xolamni, qo'ylarini bir hovuch xurmoga boqib yurgan cho'pon edim" deb qaradi. Hurmatini sindiradi. Nimaga desa, haddingdan oshib ketma, sen bor yo'g'i kecha qo'l boqib yurgan cho'ponsan dedi. Islom mo'jizasi bu kishi xalifa bo'lib turgan paytda ustida 14 ta yog'oq yaxtaga bilan xutba o'qirdi. Xalifa edi. Bir metr materialni oshib qo'yganiga qilich bilan tuzatamiz deb turishganda, xo'p deb qabul qilib turgan edi. Mahallarda oshirmaylar, haddilarni oshmaylar ayollar deganida davlatni boshladi. Bitta ayol chiqib turib, "Umar, qanday qilib payg'ambarimiz qaytarmagan, man qilmagan bizni haqqimizni sen qaytarasan" deganda, shu yurak egasi chiqib turib qaytdi. Umar adashdi, ayol to'g'ri aytdi degan. Islom mo'jizasi edi bu kishi. Forsni qo'mondoni Hurmuzondan kelishi, xalifa taqdirini hal qilsin desa, Hurmuzon bir katta bir qasrga, saroyga olib kelishadi deb turib kelyapti. Xurmo daraxtida yotgan, 14 ta yog'oq yaxtib yotgan xalifani ko'rsatishdi. Adinta fanimta dedi. Islom mo'jizasi edi bu kishi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu erkak bo'ldi. Iymonga keldi. Iymon keltiradi, lekin ishini ko'ringlar endi. Payg'ambarimizga eng ko'p ozor beradigan, musulmonlarga eng adolat qattiq bo'lgan kim? Bu Abu Jahl deydi. Ikkinchi Umar. Hali duo qilingandagi ikkinchi Umar. Shunday mashaqdan chiqib to'g'ri bordi. Eshikni taqillatdi. Abu Jahl ochdi-da, xush kelibsiz, birodarim bolasi, xush kelibsiz" dedi. "Ey Abu akam, bilmadingizmi?" dedi. "Nimani bilaman? Men ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh" dedi. Abu Jahl shart eshikni yopdi-da, "Qo'ling qurisin, yuzing qurisin, kunim rasvo qilding" dedi. Ya'ni men iymon keltirdim. Endi bilib ishingni qil. Keyin Qurayshning ichida, ya'ni mana shu xabarni tashqariga yayilishini xohlayapti. Kim Qurayshning ichida sir ushlab tura olmaydi? Jamil ibn Muammir deydi. Istadi Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladi. Otam orqasidan elchi bordim deydi. Jamil ibn Muammir shunaqa odam ediki, u chaqimchi gaplashadigan odam edi. Bitta sirni bugun bersangiz, ertaga hamma eshitadi. Ka'batullohga suyanib o'tirganligini ko'rdida oldiga kelib turib, "Ey Jamil, eshitdingmi?" dedi. "Nimani eshitaman? Men ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh" dedim. Deyishiga haligi Jamil so'ramadi ham. Nimaga endi bu shart turdida, Quraysh, Umar dinidan qaytibdi" dedi. Bir shu kerak bo'lmagan Umar ibn Hattob. Odamlar eshitish kerak. Hamma islomni maxfiy qilayotganda, ozor aziyatdan qo'rqayotganda shart chiqyapti. Quraysh to'plandi, Umar so'kishni boshladi. O'zi hozir iymonga keldi. "Seni anaqasan, seni mana so'kib ketdi.
jiqqa mushlashga. Ularni hatto urdularda ular ham urdi, bular ko'proq. Kun chiqqanidan kun botgunga qadar kechgacha mushlashdi bitta o'zi. Kun kech kirganda quvvatdan qolib, ana shu mudrab mushlashayotgan sayyidlarning eng kattasi Utba ibn Robiyani oldi yerga yotqizdi. Ustiga o'tirib turib, barmog'ini ko'ziga tiqib turib oldi. Muolaqat mendan nari bo'lsa ko'zingni qo'yib yuboraman. Utba yotgan joyda o'lik deb qo'ylar ko'zimni ko'rib qo'ymasin meni dedi. Uni xor qo'yishdi. Umar uni qo'llab turishi yana tashlanish, yana o'tirib bosib oldi ekan. Ati yo'g'on bo'lgan dedik. Yana ko'ziga qo'lini tiqib turib oldi. 2 kun urush shunaqa. Ertasi kun kelgani boshladi, yana kechgacha urushdi. Chunki musulmon birodarlar azor aziyat chekayotganligini ko'rib, nimaga ular aziyat cheksa, men chekmayman deb o'z ixtiyori bilan borgan ular oldiga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib, "Ya Rasululloh, biz musulmonmizmi?" "Ha, biz musulmonmiz." "Ular kofirmi?" "Ha, ular kofir." "Biz azizmi?" "Ha, biz aziz." "Ular xormi?" "Nima bunda dinimizni yashiramiz?" "Oshkor qilamizmi da'vatni dinni?" dedi. Umar ibn Xattobning talabi bilan da'vat birodarlar oshkorga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar ichida sayyid bo'lgan, sharif bo'lgan ashroflardan yig'ilganida 40 kishi jamlandi. Ularni ikki saf qilib terib, hammasi qo'llarida qurollari bilan bitta safni boshiga Umar ibn Xattobni, ikkinchi safni boshiga Hamza ibn Abdul Muttolibni qo'yib, payg'ambarimiz safning o'rtasida o'zi ketib, Ka'batullohga ketib borishardi. Kalima keltirib, shahodat aytib, ashhadu an la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, Allohu akbar deb ketishardi. Quraysh tomosha qilib, biror narsa qilishlikka qodir bo'lmay turishardi. Chunki 40 kishi Qurayshning sayyidlaridan bu Qurayshga qattiq zarba edi. Shunday qilib, da'vat maxfiy bosqichdan oshkora bosqichga o'tdi. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.